Qizlar, jalab yig'ishtiringlar nahvoy diktofonlarda jalab yozishni. Skvordilar ensamni qotirmanglar jalab. Nima, ko'bringlar skip ozilaga berib nahvoy pul bermayaptimi? Studiyaga keldilarda yaxshilab ozilaga olib qo'ysanglar nahvoy, balkim studiya tekinga tushadi. Atak sanlarga emas, nahvoy bolaga protiv ketish shundaringmi jalab? 90% qizlar nahvoy. Mama temani illaring nahvoy, podarka sanlarga. Mujiki, eshitdinglarmi? Atlet yozishdi. Nihoya foyda. U amla semiraman deb prosta ozishdi. Lekin 10% ga qizlar prosta parishdi. Ular gapimga parvo qilmaydi, chunki xayoli ishda. O to'tola, aslida yeb qo'ydinglar. O'zinglarni o'zinglar qo'pto bilan so'ydinglar. Gap egasini topadi desam, o'zinglarga oldinglar. Trassadami deylar nahvoy, trassada qoldinglar. Yipandan farqimiz qolmabdimi o'g'li ko'z? Yipan nima degani? O'zi bormikan bu so'z? Sendan javob kutaman. Yipan nima degani? Agar javob bermasang, boraman seni sutgani. Degani qizima, kimdir shunaqa degan. Конечно, onangni best deb skan. O'zingdan bilmaysan, adang qaysi dalboyob. Ona ham asansonska, tak что qo'tog'im o'p. Adang akang ukang, ular mujik emas. Gapimga javob, tushundingmi jalabnas? Agar mujik bo'lganda sen bo'lmasing bitta am. Agar am bo'lmasang chiqmasdi bu ashulam. Senlarga mana afvet bor. O'zing qilding xor. Bolaga hamisha bahor. 90% qizlar qo'tog'imga zor. Senlarga mana afvet bor. O'zing qilding xor. Bolaga hamisha bahor.